dese biz esem pul beremiz. Esemez dese esemez. Anan kuruğu da alıp bir aşırış gerek onda kara koyuğunda alıp gelip bayarga gelip kapağınızlar. Bizi ham kıcalatqıvаңыздар. Omen şu jiyinni tinch amanda o'tkazishni Alloh taolo nasib qilsin. O'ynab kulib yaxshi chavob ketdingizlar. Tashpolotni aziz avliyalar, ota-bobolar, arvoylar qo'llab, doim topganlar shunday yaxshi kunlarga buyuraversin. Bu Qirg'izda yaxshi so'z bor-da. Otadan ortiq ul bo'ladi, otadan kam ul bo'ladi, ataga teng ul bo'ladi deb. Mana bugun Tashполот ukamiz otasiga teng ul bo'lib, bugun jalpı xalqqa osh berib, dasturxon jayib, ulak qilib baldarga özünün toyday qilib patalı bereyim deb sizlerni chaqirib o'tiradi. O'shaning uchun hurmatli tuğanlar, bunun ota buvasi ot chavob kelgan, ulaqchi bo'lgan katta palvon bo'lgan, Qo'rg'onbay degan cho'ng otasi Srednyoy Osiyoning durkuratib chapgan bir vaqtda bular yellar oqsoqollar aytib yuradi. Tashpolotni hurmat qilib olib kelgan kebir cho'ng paygalarda o'qib qo'ying. Bir tuğan akasi imomani to'y olib keldi. Dostları Nuriddin do'sti Toy, Aqilbek do'sti Toy, Qahramon do'sti Toy, Makkanbay do'sti To'poz, diğer do'sti Qizilqiyadan bo'ladi. Diğer palvon bul to'poz olib keldi. Ulug'bek degan ukasi bir to'poz olib keldi. Ulug'bek degan dag'i bir do'sti Burgonduning o'zidan no'poz olib keldi. Anan Oxunadan Nurg'ozi degan qadamjoyda qasab palvon bor. O'tganda to'pozga tashagan bilasizlar. O'sha palvon bir sir olib kelibdir. Ulajin bardig'ining atasiga rahmat. Shul Tashpolotni hurmat qilib olib kelganlarga yemi qo'yila turgan paygalar 70 ga yaqin payga bor bu yerda. Qo'y, echki, to'ya, toy, to'poz, o'g'iz bardig'i bor. Ötkazıp taşla